salomot bo'lib, bu yerda o'zim uchun emas, ummatlaringiz nomidan deb barcha musulmonlar nomidan so'ymoqchiman. Hech kim qilmagan ish qilamiz inshaalloh. Duo qo'ysin. Murodjon, laringizga bergan qo'limizdan kelgancha. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Alloh jazolarni Allah kalbimizden İslam çırağını hiç kaçan uçurmaz. Allah dostu sıvanda hech qachon yüzümüzni yerga qaratmasdan. Farzandlarimiz o'qishlar qilgan yo'qlagan murattab qoriyalar. O'g'illarimiz Ka'batullohga iymon qilsin. Qizlarimiz Oysha onamiz, Fotima onamiz kabi hofizi Qur'on muslima ayollarimiz. Alloh nimaga niyat qilgan bo'lsa, niyatlarimizni faqat yaxshilariga o'tirasin. Alloh sizlar bilan 4-marta ketganimizda Allohni barcha ko'rishsin. Allohning barchasiga duo qilishing hammamizga ro'zani. Boshlagan yaxshi ezgulik ishlarimizni Alloh yetkazsin. Niyatlarimiz sog' salomat, eson-omon Saudiya Arabistoniga borib, Allohning barchaga kelib, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga kelib, salomlar yetkazib, Payg'ambarimiz haqqiga Qur'on o'qib, shu yerda ummatlaringiz nomidan so'ygani keldim, haqqingizga qurbon qildim deyishlikka Alloh hamisha ro'zani sog' salomat bo'lib, o'ylagan niyatingizni yetkazsin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan